qo'shni o'lka O'zbekiston Respublikasi Andijon shahri Ag'alar KVZ komandasi. Assalomu alaykum azizlar, qarshingizda o'shda bitta narsa yutib olsa qaytib kelaveradigan jamoa. Og'alar jamoasi. Mana bolalar yana o'sh shahridamiz. Kelinglar o'zimiz uslubda ma'noli kofiyalik qilib salomlashib olamiz. Bo'ldi gap yo'q, men boshlayman. Assalomu alaykum Barselonani muxlislari. Bob turib PlayStation'da Realda o'ynaydigan yigitlar. Hey! Faqat yigitlar, qizlar ham bor. Xo'sh. Assalomu alaykum, ko'ziga maftun qiladigan, o'ziga rom qiladigan, bir chekina tom qiladigan, asfalt bosadigan istaysiz. Qizlar bo'lsa ishga olaman. Ya assalomu alaykum, qarjaqsa ham kalta yubkalarni kiyib, taksida orqasiga o'tirib, shopir oynadan qaraganda, shopirlar qiynab kelayotgan qizlar. Qizlarning ustidan kulma. Bu yerga o'shdi manaman degan qizlar. Bir so'zni aytganda assalomu alaykum, o'shdi tengi yo'q qizlari. Voy, nimaga tengi yo'q qizlari? Endi tengi bo'lsa yerga tegib ketishar deyman. Voy bolalar, mana o'sh shahriga keldingmi? Shohru senga bitta savol. Senga qanaqa qizlar yoqadi? Mengami esli xushli mashnaqa ko'ngilli jigitlarga kelgan qizlar. Nimaga aynan endi ko'ngilli jigitlarga kelgan qizlar? Endi ular huni bo'lsa ham chiroyli bo'lib ketadi. Bo'p, yana bitta savol. Mana bolalar ham o'tiribdi. Senga qanaqa jigitlar yoqadi? Mengami esli jigitlar ekan. Sanjarjon, bitta savol. Otangiz bilan qana tanishgansiz? Otamni bilmayman, biz uyda yashaydi-yu. Mana Qirg'izistonga keldik. Shuncha odam. Bitta hijolatli gapni ayta olay. Faqat xafa bo'lmaysiz. Xotiningizni qo'lini ushlaganman. Xotiningizni qo'lini ushlabdi. 5 ta. Sen bilan ratchotmiz. Siz menga ishonmaysiz. Qarang, mol qo'ylaringiz kamida ko'paytirib berdimmi? Uy joylaringiz kamida ko'paytirib berdimmi? Pullaringiz kamida ko'paytirib berdimmi? Bolangiz bitta edi. Uylantirib qo'ydimmi, to'y qilib sunnat aytmagan bo'lsa. Uzr. Telefon chiqmagini. Telefon. Qo'y endi. Alo. Voy jonim. Ya albatta kechirib boraman, oshqib turing, kechirib boraman. Bo'ldi, shaytonlama, o'zingni bos. Men qara, oshni juda yaxshi ko'radi bu. Joningga ko'proq qilsin bugun bu ham boradi. Boradimiz. Bo'ldi, yes qilamiz. Alo jonim, osh sal ko'proq qilar ekansiz, bugun eringiz ham boragan. Hazillashadi. Keyin undan ko'ralik statistik ma'lumotlarga gaplashamiz. To'g'ri. Misol uchun, statistik ma'lumotlarga qaraganda, Koreyaliklar ko'zini qisib sevar ekan. To'ppa-to'g'ri, Rossiyaliklar ichib olib sevar. Negerlar qorong'ida sevar ekan. Hindlar hol qo'yib sevadi. Endi sizga savolda, o'zimiz O'sh bilan Andijonda qanaqa sevadi? O'zimizgilar ichib olib qorong'i gap kirib ko'zini qisib sevadi. Shohru. Qarang, hol qolib ketdi, hol. Hol qayerda edi hol? Maytda. Zasos. Doniyor aka, chiqishingiz zo'r, lekin nimaga bu Qadir Jarmatovga kubokni berib qo'ydingiz? Bu kubokni o'tgan safar yutganmizmi? Agar mabodo bugungi o'yinda kubok yuta olmasak, qaytib beradi. Andijonga quruq qaytmaylik deyman. Voy bolalar, mana o'sh shahriga keldingmi? O'sh shahriga kelgandan keyin uzr, kechirasiz. Alo. Sahnada men telefon qo'yaraman. Anaqa qaynanam telefon. Qaynanasiga qo'yib olibdi. Alo. Kechirib boraman. Xo'p. Xotinim. Xotiniga qo'yib olibdi. Qadir aka nima telefon qilyapsiz o'tdaman?
Xullas kalom, ana boshlovchi minbar orqasida minday qilishini hech kimga aytmaydigan og'alar jamoasi biz keldik. Assalomu alaykum Qirg'iziston. Bizning alqachki ko'rinishimiz biz chegaradan o'tib jatganda pasportni kontroldan bir ko'rinish. Qarangiz. Ey, abidga kelishim kerak, pechat. Ming. O'ting. Ey, cho'ntagimdan chiqmayapti. Abidga kech qolyapman. Ulan Tavus, следующий ko'rinish ko'p yillardan beri jo'liqib qolgan do'stlar Amerikada. George! Oh Michael! Come here, George! My friend! O'sha voqea Emi Indiyada. Pyara kendiki yasındal. Namaste. Ha, nima qilyapsan? Aqcham tushib qopti, o'g'lim. Shu ko'rinish o'zimizni Andijon va O'shda ko'ramiz. Bag'il. Ha, hammasini berib yubor. Norizo bo'lishmasin, ha. Tesha, do'stim! Do'stim dema, haromi qarzingni berib gunoh. Ulan Tavus, keyingi tamasha Malbazardan bir ko'rinish. Kim qo'ylar, dumbali qo'ylarimiz bor, keylar mana, dumbali. Tishlarni qo'ylar bilan, zo'r qo'y, jullar olingan, zo'r qo'ylar. Keylar mana, oyoqlarni ko'tarib tashlashlar ular. Zo'r qo'ylar mana. Keylar dumbalarni qaranglar mana. Keylar mana. Qaranglar mana. Qo'y, zo'r qo'y. Kel, olmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ey, qo'y bormi? Qo'y yo'q odamlar. Zuvachga sotyapmiz. Qo'ydami mana? Ha, qo'ymi? Ha, qo'y kerak. Xullas, qurbonlikka so'yib tashlayman, qo'y kerak. So'yganimi? So'ygan. Mashina oling. Bu qarang tishini. Rosa tug'ilganda. Ko'rasizmi? Jullari ham olinmagan mana. Dahshat. Oyoqni ko'tarishsa ham bo'ladi, zo'r qo'y. Bu dumbalarni qarang, zo'r. Kichkina bo'lsa ham go'shi shirin. Chon, nech pul? Bu 4000 so'm. Unaqa pulim yetmaydi, kelishaylik, Ya keling. yetadi. Kakra Menga qarang. so'ygani zo'rda bu. Ehsonga savob beradi, unaqa qilmang. So'yib tashlash mazza. Unaqa qilmang, pulim oz, unaqa qilmang. Unda siz mashina oling mana. Dadasi tuyaga qaragan qo'y. Bu qarang, dadasi tuyaga qaragan. Zo'r qo'y, dumbalarni qaraymi dumbalarni? Yaxshi, nech pul? Bu 7,5 so'm. Voy, 4000 ga pulim yetmay, qana 7,5 kelishaylik, unaqa qilmang. Go'sh ko'pda so'yib yuborasiz. Menga qarang, savob bo'ladi deyapman. Shunday so'yib yuborasiz. Menga qarang, pulim oz, unaqa qilmang, bir safar yordam qiling. Siz aytgan narxga mana jenskiy qo'y bor. Mana. Zo'r dumbalarni qaraymi dumbalarni? Zo'r, mana tishlarini ko'rib qo'yaman, tishlarini. Yaxshi, nech pul? Bu 3000 so'm. 3000 bo'ldi, oldim. Sal tortishmaydingmi? Yo, roziman, oldim. Men qarang. Bu jenskiy qo'y, sog'liq qo'y-ku. Ha, mayli, men buni so'ymayman. Ha. Buni hali uyda qo'chqorlarim bor, olib borib qo'shib yuboraman. Rahmat. Rahmat aziz. Biz chiqishlarimiz so'ngida bir narsa demoqchimiz. Biz O'sh xalqini bir tarafiga qoyil qoldik. Bu Batkent oblastdan kelibdi, bu Andijondan kelibdi. Bu O'shdan ekan deb ajratmaysizlar ekan. Hammaga bir xil ko'zman qarab, olqishlar bilan qarsak choptirasizlar ekan. Rahmat sizlarga. Chiqishlarimiz so'ngida esa sizlarni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. 2019-yilda ushalmagan noqonuniy tovarlar 2020-yilda ushalsin. Rahmat. Жашасын Кыргызстан жана Өзбекстан достугу. Ош, Кыргызстан биз ушунчалык мейман доступ элбиз. Бир катуу кол чаап бериңиздер. Кошун өлкөдөн келишти. Биз көңүлдүү жигиттер 3-чү чыгарылышта Ош шаарынын мэринин кубогун өткөргөнбүз. Ошол кубоктун жеңүүчүлөрү кайра бүгүн алып келиштир. Агалар, жигиттер. Алып койбосо бир экинчи местага кое бериши мүмкүн деп атам просто. Рахмат, ийгилик.